أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله izin bersa bugun La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimalarini ma'nosi nima ekanligini va nimani anglatishligi, bu so'zlarni aytganimizda Alloh azza va jallaga qanaqa ahd berganimizni Qur'on sunnatda nuri bilan o'rganishlikka harakat qilamiz. Avvalo ashhadu an la ilaha illalloh kalima shahodatni birinchi rukundan boshlaymiz. La ilaha illalloh uni ma'nosi nima? Bu so'zni aytganimizda Alloh azza va jalla bizdan nimani talab qiladi degan savolga javob beramiz. La ilaha illalloh deb yurgan, o'zini islomga mansub deb biladigan, hattoki bu kalimani har doim o'ziga zikr qilib odatiy holga aylantirib olgan, ya'ni o'zlarini musulmon deb sanaydigan jamiyatlarga nima uchun endi yana la ilaha illallohni tushuntirishligimiz kerak? Avvalo shu masalaga to'xtalib o'tamiz. Kalima tavhidni tushuntirishimiz va bu darsni, ya'ni la ilaha illallohni boshlashimiz bir nechta sabablarga bog'liq. Bularning birinchisi la ilaha illalloh da'vati, ya'ni kalima tavhid da'vati barcha shu payg'ambarlarning umumiy da'vatidir. Biz payg'ambarlarning ummatimiz, ularga ergashamiz, yana shu mas'uliyatga mas'ulmiz. La ilaha illalloh da'vati, kalima tavhid barcha payg'ambarlarning umumiy da'vatidir. Biz payg'ambarlarning ummatimiz va ularga ergashish mas'uliyatiga egamiz. Namozda ularga ergashganimiz kabi, ro'zada ularga ergashganimiz kabi, insonlarni islomga chaqirishlikda, tarbiyalashlikda va ularga ta'lim berishlikda ham shu payg'ambarlarning yo'lini o'zimizga lozim tutamiz. Alloh azza va jalla qaysi bir qavmga payg'ambar yuborgan bo'lsa, u payg'ambar avvalambor birinchi bo'lib qavmini shu kalima tavhidga da'vat qilgan, shunga chaqirgan, tavhidga. Misol uchun Anbiyo surasi 25-oyatida Alloh azza va jalla aytadiki: "Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sendan oldin biron bir payg'ambar yubormadikki, unga mendan boshqa haq iloh yo'q, bas mengagina ibodat qilinglar deb vahiy yuborganmiz deydi. Alloh azza va jalla, ya'ni payg'ambarlarni qaysi bir qavmga yuborgan bo'lsa, ular birinchi bo'lib shu tavhidga da'vat qilishgan. Allohdan o'zga ibodat qilishlikka haq iloh yo'q, bas shu yolg'iz bo'lgan zotga ibodat qilinglar deb insonlarni payg'ambarlar shu tavhidga da'vat qilishgan. Demak, Alloh azza va jalla qaysi bir payg'ambarni qaysi bir qavmga yuborgan bo'lsa, unga shu qavmini birinchi bo'lib shu haq bo'lgan kalimaga, ya'ni tavhidga da'vat qilgan. Yana Nahl surasida 36-oyatda Alloh azza va jalla aytadi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budulloha wajtanibut togut." Biz har bir ummatga, har bir qavmga payg'ambarlar yuborganmiz. Allohga ibodat qilinglar va tog'utlardan chetlaninglar deb payg'ambar yuborganmiz deydi Alloh azza va jalla. Ya'ni bu oyat kalima shahodatni ma'nosini, ya'ni o'z ichiga oladi. Chunki kalima tavhidni ikkita rukuni bor. Birinchisi ani abudulloh, yolg'iz Allohga ibodat qilishlik. Ikkinchisi ajdanibut togut, ya'ni tog'utdan chetlanishlik. Ya'ni Allohdan boshqa ibodat qilinadigan, o'zini Allohning o'rniga qo'yadigan yoki bo'lmasa Allohga xos bo'lgan haq huquqlarga o'zini shirik qiladigan barcha narsalarni, barcha butlar bo'lsin, insonlar bo'lsin, mana bularning hammasini rad qilishlik birinchi bo'lib. Qur'onda payg'ambarlarning da'vatlariga agar qaraydigan bo'lsak, ularning barchalari, ya'ni mana shu tavhidga chaqirishlik bilan ishlarini boshlashgan. Misol uchun mana A'rof surasida 59-oyatda Nuh alayhissalom haqida Robbimiz aytadi: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudulloh ma lakum min ilahin g'ayruh." Albatta biz Nuhni o'z qavmiga yubordik. Ya'ni Nuh alayhissalom aytdi o'zini qavmiga: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Uchun undan boshqa ibodat qiladigan zot yo'q." Shundan keyin Alloh taolo Od qavmiga Hud alayhissalomni yubordi. Samud qavmiga Solih alayhissalomni yubordi. Madyan qavmiga Shuayb alayhissalomni yubordi. Mana shu payg'ambarlarni barchalari qavmlariga shu
mana shu oyatdagi ma'nolarni aytishgan. Ya'ni Allohga ibodat qilishlikni, Allohdan o'ziga ibodatga loyiq zot yo'qligini payg'ambarlar o'zlarini qavmlariga da'vat qilishgan. Ya'ni barcha payg'ambarlar o'zlarini qavmlarini birinchi navbatda Alloh taoloni ulug'iyatiga, ya'ni kalima-i tavhidga da'vat qilishgan. Bu yerda da'vatchilar bir narsaga diqqat qilishligi kerakki, bir oyat bor. An'om surasi 90-oyatda Alloh azza va jalla aytadi: "Ulaikallazina hadalloh fabihudahu muqtadi." Ana o'shalar hidoyat qilingan zotlar. Ya'ni Alloh taolo ularni hidoyat qilgan zotlar, payg'ambarlar. Bas sen ham ularning hidoyatiga ergash deydi. Alloh taolo bu oyatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga hattoki o'zlaridan oldin kelgan payg'ambarlarga ergashishlikka, ularning yo'liga yurishlikka, ularning yo'lini tutishlikka Alloh azza va jalla chaqiryapti. Shundoq ekan, biz ham payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati sifatida da'vatda bo'lsin, ta'limda bo'lsin, shu payg'ambarlarning yo'liga ergashishlikka majburmiz. Insonlarni tavhidga, kalima-i shahodatga chaqirishlikka mas'ulmiz. Endi bu yerda bugungi kunimizda ham taalluqli bo'lgan ba'zi bir masalalar bor. Payg'ambarlar o'z qavmlariga kelganda bu qavmlarning muammosi faqat tavhid masalasidamidi yoki bundan boshqa masalalar bormidi? Shuning uchun insonlarni tavhidga chaqirganmi yoki bo'lmasa boshqa sabablardan kelib chiqib tavhidga da'vat qilishganmi? Yoki bu qavmlarda tavhid bilan birga axloqda, iqtisodda, ijtimoiy munosabat bo'lsin, mana bunaqa muammolar ham bormidi? Bizga Alloh azza va jalla Qur'onga, agar tarixga, payg'ambar alayhisalomni, boshqa payg'ambarlarning siratlariga qaraydigan bo'lsak, ko'p narsalarni Alloh taolo bizga bayon qilib qo'ygan. Payg'ambar alayhisalomni Alloh taolo yuborganda o'zini qavmiga qaraydigan bo'lsak, juda katta axloqiy, ijtimoiy muammolarini borligini ko'ramiz. Shunga qaramasdan payg'ambar alayhisalom birinchi bo'lib insonlarni baribir tavhidga da'vat qildilar. Tavhidga da'vat qilganlaridan keyin ular tavhidning nimaligini tushunib, shu dinda mukammal bo'lib yashashni boshlagandan keyin boshqa muammolarni ularga da'vat qilishlikka, tarbiya qilishlikka harakat qildilar.